Xayrli tong o'rtoqlar. Nimaga Instagramda ko'rinmaysiz, kam namosiz deysizlar-ku, lekin biz mana hozirgina ayni damda soat necha bo'ldi? Hozir ertalab tongi soat 6 bo'ldi. Syomkamizni hozirgina tugatib, mana uyimizga yo'l olyapmiz. Bir necha syomkalarni o'tkazib, va nihoyat tongni ham o'tirdik. Endi uyga borib uxlaymiz. Mana bo'sh bo'lganimizda, endi bo'shaganimizda Instagramga aloqaga chiqyapman. Mana shunaqa rejimimizda hozir bayram oldi, syomkalar ko'p. O'zimda suratga tushayotgan proyektlarim bor. Shu sababdan Instagramga biroz vaqt yetmay qolyapti. Yetganida esa soat 6 bo'lib qolyapti.